Sharmanda Nedik bloger butun xalqni aldadimi? $100 ortidan chiqqan dahshatli janjal. Internet yana larzada. Tarmoqlarda Nedik atrofidagi mashmashalar va $100lik mojaro qizg'in muhokama qilinmoqda. Nahotki u shuncha odamni aldagan bo'lsa? Biz bugun mazkur janjalning eng ichiga kirib, hech kim kutmagan sirlarni oshkor qilamiz. Videoda dahshatli faktlar. Nedik aslida kimlarni va qanday qilib aldadi? $100 mojarosining ortida kimlar turibdi? Blogerlarning bunga munosabati va asl haqiqatlar. Videoni o'tkazib yubormasdan boshidan oxirigacha ko'ring. Kim haq, kim nohaq? O'zingiz xulosa chiqaring va izohlarda fikringizni yozing. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voy, endi nima bo'larkin? 14 madizda, 14. Krisani qaranglar, 1 2 13 ga kelganda 13 deyapmiz. 10, 11, 12 deyapti-da. 13-si dollar uje. 13ni sanash kerak. 10, 11, 12. Mana 13. Bu-chi, bu dollar 13 deya olmayman buni. Do faqat so'mga kelishgandik biz dollar. O'yindan keyin aka chakkaga tortdi aka. Qayerdan bildingiz 13 ta turgan? Dollar deb 13 ga tiqib qo'ygan. 13 baxtsiz raqam chiqmaydi 13 deganda, aka ham aytmaydi 13 deb deganda. Aka ham 13 deb o'rgan, anu ketdi ich. Endi nima qilaman? 13 ta turganini biladi u. Sanayapti, bu yerda ich ketgan. 13 ta dollar turibdi, nima qilaman? Oz eplaymiz. 10, 11, 12, 13. Mana aka ham bildi o'zi, u 13 bo'lmaganini. 13 keyingisi edi aka deb aytmoqchi bo'ldi-da, indamadi endi bu gaplashilganmi bilmadim endi. Yana nima qo'ya, ko'rdinglarmi? Omadda bu. $100 deb berib bor, onasini emsin, kameraga olib turibdi seni. Mana bu videoga obzor qiluvdik. Вообще bumillab ketdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menga bu videoni tashlashdi. Obzor qiling. Noto'g'ri sanalgan, aldagan bola deb tashlashdi. Videoni ko'rdim, qayta ko'rdim. Haqiqatan noto'g'ri sanalgan. Videoni obzor qilib qo'ydik. Video sразу просмотр ko'payib ketib, menga boshqa video keladi. Bu bolani tanimayman. Original profilini bilmayman nimaligini. Qidirib ko'rib topolmadim to'g'risi. Hozir menga boshqa video tashlashyapti, o'zini original profilidan. Sanab ko'rib, haqiqatan ko'ryapman, to'g'ri sanalgan. O'zlaring ham ko'rishlari mumkin. Sekinlashtirib beraman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu bolani akkauntini topolmadim prosta. Otini bilmayman. Qayta ko'rdim, jahlim chiqib ketdi aldaganiga. Videoda ko'rinib turibdi aldaganligi. Bu original profilda o'zi bor ekan. Haqiqatan solishtirib ko'rdim, to'g'ri sanalgan. Hech qanaqa shoshilmanglar. Hech qanaqa hech kimning nomini qoralab biz maza qilmaymiz, to'g'risi. Shunaqa gaplar. Bu bola Islombek, blogger. U muhtoj oilalarga yordam berib keladi. Ayrim gaplarini tushunmasangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaga Alloh taolodan dardmi? Lekin deganlar bu dardni davosi bor ekan deganlar. Bu bolani Moskvaga olib Hozirda shu bolaning operatsiyasi uchun mablag' to'planmoqda. Jami 300 ming rubl kerak ekan. Ehson pullari 19-martga qadar to'planadi. sizni bolalarga o'tib, maktablarga boradi. Tadavvur qiling. Sizni bolangiz tilla abuqay nima qiladingiz? O'ziga shukur qiling. O'zingizni zakotini bering. Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ehson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ehson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir. Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, siz u bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing.
Telegram, WhatsApp'dan. Ya bunchalik ifloslik, bunchalik chiqoralik, bunchalik razillik gunoyli ibi bilanda, ibi bilan tinch qo'ylaring shu kichkina bolani shu nedigdi. Nima bo'ldi? Pulni berdi, dollarni bermadi deb yonyapsanlarmi? Necha edi? 12 midi yo 13 midi? Men beraman o'sha bolaga agar so'm berib dollar bermadi deb turgan bo'lsa. Bitta kichkina bola yo'q joydan bor bo'ldi. Allohning inoyati bilan. Ha? Alloh ol qo'lim dedi. Oilasini oyoqqa turgizyapti bir shaklda. Dunyo taniyapti. Sanlarni qo'lingdan kelmaydigan ishlar kimlar katta insonlar bilan yuribdi. Hamma joyda o'ynab kulib yuribdi. Alkash bo'lmadi, narkoman bo'lmadi, birovni oilasini buzmadi. Yomon yo'lga kirib ketmadi. O'g'irlik qilmayapti. Bir shaklda hayotini yashayapti. Tinch qo'y shu kichkina bolani. Tinch qo'y. Qo'lingdan kelsa sanam qilib chiq shunaqa qilib. Qo'lingdan kelsa. Nima qilasanlar chiqoralik qilib shu bolaga? Pul olsin ana. Obbo nediki. Bu mavzuda gapirib chiqmoqchi emasdim asli. Ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi insonlar gapirib chiqishga majbur qilishdi. Haqiqatda bu videoni ko'rib chiqdim men, to'xtatib 13-raqamda 10 ming so'm pul bo'lgan. 14-chi undan keyin esa $100 pul bo'lgan. Ba'zi bir insonlar hayp qilib, fitna qilib 13-raqamni $100 edi deb gapirib chiqishibdi. Endi o'sib chiqqan bolani paddish qilish o'rniga biz oyog'iga bolta chopyapmiz-da. O'sha gapni, o'sha videolarni chekkadagi odamlar qilganda men hech gapirib chiqmasdim. Lekin bu bola ham Namanganda o'sgan bola, shaharlik bola. Sizlar namanganlik bolani namanganlik bo'lib paddish qilish o'rniga shu gaplarni gapirib chiqqaningizga men gapirishga majbur bo'ldim. Okajon, gap o'ziga yetib boradi shu gaplar, lekin mendan kattasiz bunaqa ish noto'g'ri ish bo'libdi. Bekorga aytmadi Nodirjon, u uzoqdagi dushman deb bilmang, yoningizdagidan qo'rqing degan. Pichoqni o'zing ur, og'rimasa keyin biroq ur degan. Sog' bo'linglar, charchamada, kuningiz yaxshi bo'lsin. Yana shu yosh bolaga osilib, yana har xil gaplar gapiribsizlar, charchamadinglarmi? To'g'risi nedik senga aytadigan gapim bor. Uka, sen juda ko'p odamlarning gaplarini eshitib, ko'p ishlardan o'zing tiyapsan. Sen bunaqa ishlarni qilmagin uka. Sen yosh bolasan, hali oldingda ish ko'p. Sen hech kimga quloq solma. Ishda oldinda bos. Nimaiki qilayotgan bo'lsang, halol pok bo'lsa, qo'rqmasdan qilaver. Nima qilasan, odamlar u gapiryapti, odamlar buni deyapti, men mana uni qilsam, menga odamlar mana qildi. Odamlar gapirib kelgan uka, odamlar gapirib kelgan, buni bu yog'i ham gapiradi. Lekin sen vaqtiga kelib bitta yutuqqa yetganingda, ashi gapiradiganlar hammasi kelib senga ta'zim beradi. Tushunsan? Shuning uchun uka, manaqa yolg'on tuhmatlarning orasida, manaqa senga bo'layotgan nohaqlikni men ko'rib turib, bu ko'proq seni o'zingdan deyapman. Nimaga? Chunki sen o'zing mana shu narsaga qo'ylar endi el mana deyapti, xalq mana, odamlar mana deyapti deb turib ko'p pozolyat qilyapsan. Unga qarama, sen oldinga intil. Nimaiki ish bo'lsa, halol bo'lsa, ishda bos uka. Bu auditoriyani senga hech kimdan meros qilib, biroq senga o'tkazib bergan yo'q. O'zing qildingmi? O'zing xohlaganda ishlat. Xohlaganda qilib auditoriya to'pla. Senga odamlar gapirsa, senga odamlar nimanidir qil desa, o'zing bil, o'zing ishingni qil. Odamlarda eshitadigan bo'lsang, orqada qolib ketasan, ana shu senga gapirayotganlarga o'xshaydi. Shuning uchun to'liq gazini bos. Bunaqa fitnalarda, bunaqa yolg'onchi, mana bittasi chiqar video qilayotgan, onni yo'qlar. Nima qilishma, yosh bolani cho'ktirishma. Zo'r ketyapti, puska ishini qilsin. Akalar, bu videoni bir ko'rlana. Ardasi bor emas. Tavakkal $100 chiqmasa ketdi, hesab qo'ying. 13. To'xtab turing. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13. Qarangki, nedik bitta video qilsa, bir 30 ta 40 ta yaxshi qolgani yomonlik yoziladi. Negativlar ko'payib ketadi. Video qilib chiqishadi darro'da. Xo'p, 13-sini men 3 ta, 4 marta ko'rdim. 13 deyapti, o'sha 10 ming so'm chiqyapti. Ayrimlar video qilib chiqib ketdi, sen odamni aldading, bitta pulni 2 marta sarflading deb. Yo'q, yaxshilab e'tibor bering. Xo'p, nedik shunaqa videolar qilyapti-kan, birovlarga yaxshilik ulashyapti, yomonlik emas. Yo'q, qimor reklama qilgani yo'q, yo bir fash ishlar ko'rsatgani yo'q, birovni ko'tini kovlagani yo'q, birovga negativ ham yozmaydi. Yosh bola bo'lib turib shuncha podpischikka, ya'niki obunachiga ega bo'lganiga biznikilar ko'ra olmaydi. Biz o'zbek, biz bir-birimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, ko'tini kovlashimiz kerak emas. Bas qilinglar. Akalar, biz o'zbekmiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlab turaylik.
yomonlab tashlamasdan. Bas qilinglar. Sog' bo'linglar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Boshidan. 8, 9, 10, 11. 13. Ha, 14 demadingizda. Turishni qaranglar. Voy mashinni. Короче, do'stlar, sizlar bilan pikodik bo'ldi. Skip. 11, 12, 13. Do'stlar, biz hozir Andijonga Jalaquduqqa kelgandik. Bizga obuna bo'lgan akamiz bor ekan, obuna bo'lgansa. Qarang mana shu pullarning ichida $2 bor. Bundan tashqari 5000 dan 100 minggacha pul bor. Har xil pullar. Aralashtirib olaman mana. Qarang. Aralashtirdim. Necha raqam? 17. 17. Oling mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Yana kim obuna bo'lib qo'ying? Hozir qolib o'ynaymiz. Meniki bo'lgan. Qani? O'zi 7 toshcha aytasizda. Obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi yo'l Farg'ona bilan Farg'onaga yo'l olamiz. Bo'lgan ekan. Qarang. Aralashtirib yuboring hozir. Tavakkal $100 chiqib qolsa ketdi. 13. To'xtab turing, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Endi bitta yosh bolaga o'ynatib yuboring. Biz obuna kuzatib biz hamma o'ylab boramiz. 13, 14, 15. Do'stlar, hozir men Navoiyga keldim. Menga obuna bo'lgan podpischilarim bilan o'sha pul yutug'ini o'ynaymiz. Qani ketdi, sizlardan bittalarini o'ynaysizlar, sizlardan bittalarini. Davay. Domdom-ziki o'ynanglar. Dom-ziki. Vo. Qarang, ana $100 sizga solaman, mana ko'ryapsizmi? Solaman, tavakkal. Men sanashni bilaman-da, sizlar hamma biladi, to'g'rimi? Hamma birdaniga sanaymiz. Necha? 20. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mana. Rozi bo'lasiz, menga obuna bo'lganingiz uchun men o'yin o'ynayapman. Endi sizlardan bir kishi. Domdom-ziki o'ynanglar. Va. Siz. Qani dollar? Menga obuna bo'lgansiz-a? Men dollar topolmayapman endi. Qayerga ketdi mana? Bismillah, mana dollar, qarang, haqqoniy. Birdan 30 gacha sanaysiz. Ichiga tiqib, aralashtirib. Necha? 17. 17 qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gap yo'q mana. Do'stlar, biz Navoiydamiz. Hammasi haqqoniy emas. Haqqoniy sanayapmanmi? Men maktabda ko'pchilik videolar chiqaryapti-ku, endi ba'zilar. Hammasi